1 avgustdan pensiya yana oshirilishi, ikkinchi indeksatsiya bo'lishi haqidagi xabarlar ko'pchilikni jiddiy o'ylantiryapti. Men bugun sizga aynan shu masalani oddiy tilda, lekin huquqiy va amaliy tomondan tushuntirib beraman. Kimning pensiyasi oshishi mumkin? Kim qancha kutish kerak? Qaysi holatlarda pul avtomatik qo'shiladi? Qaysi holatlarda esa odamning o'zi harakat qilmasa, nafaqa miqdori eski tartibda qolib ketishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga, shuningdek yaqinlari pensiyada bo'lgan farzandlarga ham tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday mavzularda bir kun kechikish ham odamning puliga, hujjatiga va huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Avvalo, men eng muhim narsani aytaman. Pensiya oshirilishi deganda hamma odam bir xil miqdorda qo'shimcha pul oladi degan tushuncha noto'g'ri. Pensiya tizimida oshirishning bir nechta ko'rinishi bor. Birinchisi umumiy indeksatsiya, ya'ni narx-navo, inflyatsiya, ish haqi va ijtimoiy xarajatlar o'zgarishiga qarab pensiya va nafaqalar miqdorini ko'tarish. Ikkinchisi eng kam pensiya yoki bazaviy hisob miqdoriga bog'liq bo'lgan to'lovlarning oshishi. Uchinchisi fuqaroning shaxsiy hujjatlari qayta ko'rib chiqilib, ish staji, ish haqi yoki qo'shimcha davrlari aniqlangani uchun pensiyaning qayta hisoblanishi. Oldin ko'p hollarda odamlar pensiya oshsa, shunchaki kartaga ko'proq pul tushadi deb kutib o'tiradi. Ha, ayrim hollarda bu to'g'ri. Agar hukumat tomonidan umumiy indeksatsiya belgilanadigan bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki tegishli organlar miqdorini avtomatik qayta hisoblaydi. Lekin amaliyotda men ko'p ko'rgan holat shuki, odamning ish staji to'liq kiritilmagan, arxiv ma'lumotnomasi topshirilmagan, familiya o'zgargan, ish haqi davri noto'g'ri tanlangan yoki nogironlik guruhi bo'yicha hujjat yangilanmagan bo'lsa, u odam umumiy oshirishdan foyda ko'rsa ham o'ziga tegishli qo'shimcha summani ola olmasligi mumkin. Endi 1 avgustdan boshlab ikkinchi indeksatsiya mavzusi nimani anglatishi mumkinligini tushuntiraman. Odatda davlat pensiyalarini yil davomida bir marta oshiradi, lekin iqtisodiy vaziyat, narxlarning o'sishi, oziq-ovqat va kommunal xarajatlarning oshishi kuchaysa, yil ichida qo'shimcha indeksatsiya masalasi ko'tariladi. Ikkinchi indeksatsiya degani yil boshida yoki oldingi davrda oshirilgan pensiyalar yana bir marta qayta ko'rib chiqilishi mumkin degani. Bu oddiy pensioner uchun nimani bildiradi? Bu degani, hozir olayotgan summangiz asos qilib olinadi va belgilangan foiz yoki tartib bo'yicha unga qo'shimcha qo'shiladi. Lekin men tomoshabinlarni ogohlantiraman, har qanday oshirishda rasmiy hujjat, qaror yoki farmon matni muhim. Xabarlarda pensiya oshadi deyilganining o'zi yetarli emas. Qaysi sanadan, qaysi toifaga, necha foizga, qaysi mablag' manbasi hisobidan, avtomatikmi yoki ariza asosidami? Mana shu savollar aniqlanmaguncha odam aniq hisob-kitob qila olmaydi. Shuning uchun men sizga bugun nafaqat oshadi degan gapni, balki qanday tekshirish, qanday hisoblash va qanday tayyorlanishni ham ko'rsataman. Birinchi navbatda kimlar bu xabarni diqqat bilan kuzatish kerak? Men 4 toifani alohida ajrataman. Birinchisi yoshga doir pensiya olayotganlar. Ya'ni erkaklar va ayollar qonunda belgilangan yosh va ish staji asosida pensiyaga chiqqanlar. Ikkinchisi nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Uchinchi toifa bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Ayniqsa voyaga yetmagan farzandlari bor xonadonlar. To'rtinchisi kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj va eng kam pensiya yoki nafaqa miqdoriga yaqin pul oladigan fuqarolar. Misol bilan tushuntiraman. Aytaylik. Bir otaxon hozir oyga 200 ming so'm pensiya olyapti. Agar indeksatsiya, masalan, yon foiz atrofida bo'lsa, uning pensiyasi nazariy jihatdan 20 ming so'mga oshib, 320 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin bu oddiy hisob. Amalda pensiya tarkibida ustamalar, kompensatsiyalar, alohida to'lovlar bo'lsa, ularning hammasi bir xil foizda oshmasligi mumkin. Shuning uchun odam kartaga tushgan yakuniy summaga qarab xulosa qiladi. Ikkinchi misol. Bir onaxon 870 ming so'm atrofida pensiya oladi. Lekin uning pensiyasi eng kam pensiya miqdoriga bog'langan. Agar eng kam pensiya oshirilsa, bu onaxonning o'shi oddiy foizdan ko'proq sezilishi mumkin. Chunki davlat ayrim hollarda eng kam daromad olayotgan pensionerlarni ko'proq himoya qiladi. Ya'ni yuqori pensiya olayotgan odamda o'sish foiz bo'yicha ko'rinsa, past pensiya olayotgan odamda minimal kafolat miqdori orqali sezilishi mumkin. Uchinchi misol. Bir fuqaro 20 yil staj bilan pensiyaga chiqqan,
Lekin keyin arxivdan yana 5 yillik ish faoliyati tasdiqlovchi ma'lumotnoma topilgan. U odam faqat indeksatsiyani kutib o'tirmasligi kerak. U pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiyasini qayta hisoblatishi lozim. Chunki 1 avgustdan umumiy oshirish bo'lsa ham staj qo'shilishi alohida masala. Agar u avval stajini to'g'rilatsa, keyingi indeksatsiya yuqoriroq bazaga nisbatan hisoblanishi mumkin. Bu juda muhim nuqta. Masalan, 1.000 so'm pensiyaga 20% qo'shilsa, 1.000 so'm qo'shiladi. Ammo hujjat to'g'rilanib, pensiya avval 1.000 so'mga chiqarilsa, keyin 10% indeksatsiya pul 15 so'm bo'ladi. Farq kichikdek ko'rinadi, lekin yil davomida bu sezilarli pul. 4-misol. Bo'g'uvchisini yo'qotgan oila bor. Ona 2 nafar farzandi uchun pensiya oladi. Agar umumiy indeksatsiya bo'lsa, bu pensiya ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin farzandlardan biri 18 yoshga to'lgan bo'lsa va o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilishi kerak. Agar ma'lumotnoma topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Keyin odam pensiya oshdi deydi, lekin menga kam tushdi deb hayron bo'ladi. Sabab esa indeksatsiyada emas, hujjat muddatida bo'ladi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyani plastik karta orqali olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, ish staji oldin tekshirilgan bo'lsa, qo'shimcha imtiyozingiz bo'lmasa va rasmiy oshirish umumiy tartibda amalga oshirilsa, ko'pincha alohida ariza yozishingiz shart bo'lmaydi. Mablag' avtomatik qayta hisoblanadi va belgilangan oyda kartaga yangi miqdor tushadi. Lekin men baribir har bir pensionerga bitta oddiy ishni tavsiya qilaman. Oxirgi 3 oylik pensiya tushumlarini yozib boring. Iyul oyida qancha tushdi, avgust oyida qancha tushdi, sentyabrda qancha tushdi. Shunda siz o'sish bo'lganini aniq ko'rasiz. Kimlar albatta tekshirishi kerak? Birinchidan, pensiyaga yaqinda chiqqanlar. Chunki yangi tayinlangan pensiyalarda ba'zan ish haqi davrini tanlashda yoki stajni kiritishda savollar qoladi. Ikkinchidan, sobiq ish joylari yopilib ketgan, kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkiloti, xususiy korxona yoki boshqa joylarda ishlaganlar. Bunday odamlarda arxiv hujjatlari masalasi ko'p uchraydi. Uchinchidan, familiyasi, ismi yoki otasining ismi hujjatlarda turlicha yozilganlar. Masalan, pasportda Karimova, mehnat daftarchasida Karimova M, arxivda esa Karimova Muhabbat deb yozilgan bo'lsa, tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik guruhi muddati tugayotganlar. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari kechiksa, to'lovga ta'sir qiladi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan holatlarga o'tamiz. Eng katta xatolardan biri shuki, odam pensiya oshishi bilan barcha qarzdorliklar yoki ushlab qolishlar ham yo'qoladi deb o'ylaydi. Yo'q. Agar pensiyadan aliment, kredit, ijro hujjati yoki ortiqcha to'langan summani qaytarish bo'yicha ushlab qolish bo'lsa, yangi oshirilgan pensiyadan ham belgilangan tartibda ushlab qolinishi mumkin. Shuning uchun kartaga tushgan pul kutilgandan kam bo'lsa, darhol menga oshirish berilmadi deb xulosa qilmang. Avval ushlab qolish bor yo'qligini tekshiring. Ikkinchi nozik masala, hamma to'lovlar pensiya emas. Ayrim odamlar yoshga do'yib pensiya oladi, ayrimlar nafaqa oladi, ayrimlar kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam oladi. Tushunchalar bir-biriga o'xshasa ham huquqiy jihatdan farq qiladi. Agar rasmiy qarorda aynan pensiyalar deyilsa, u nafaqalarni qamrab olmasligi mumkin. Agar pensiyalar va ijtimoiy nafaqalar deyilsa, qamrov kengroq bo'ladi. Shuning uchun men har doim qaror matnida qaysi to'lov turlari ko'rsatilganiga e'tibor beraman. Uchinchi masala, pensiya oshirilgan sana va pul tushadigan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, oshirish 1 avgustdan belgilansa, ayrim hollarda yangi summa avgust oyi to'lovida ko'rinadi. Ayrim hollarda esa qayta hisob-kitob texnik jihatdan keyingi oyda farqi bilan beriladi. Bu pensionerlar orasida ko'p savol tug'diradi. Odam 2 avgust bo'ldi. Nega pulim o'zgarmadi deydi. Sabab bank to'lov jadvali, hududiy bo'limlar hisob-kitobi yoki qayta hisoblash muddatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar rasmiy tartibda farq keyin berilishi aytilgan bo'lsa, u holda oldingi oy uchun qo'shimcha summa keyingi to'lovga qo'shilishi kerak. 4-masala, ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik so'raydi, men pensiyada bo'lsam ishlayapman, menga ham oshiriladimi? Umumiy indeksatsiya pensiya tayinlangan fuqarolarga tatbiq etiladigan bo'lsa, ishlayotgan pensioner ham undan chetda qolmasligi kerak. Lekin qo'shimcha staj sug'urta badallari, ish haqi va qayta hisoblash tartibi alohida ko'riladi. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ham bir necha yil ishlagan bo'lsangiz,
O'sha davr pensiyangizga qanday ta'sir qilishini tegishli bo'limdan so'rashingiz kerak. Ba'zi holatlarda qayta hisoblash uchun ariza kerak bo'ladi. 5-masala qishloq joylarda yashovchi pensionerlar. Ular ko'pincha ma'lumotni qo'shnidan, mahalla idorasidan yoki bank kassasidan eshitadi. Lekin eng ishonchli manba rasmiy organlar, pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi, rasmiy telefon liniyalari va shaxsiy kabinetlar. Men buni bejiz aytmayapman. Chunki hamma pensionerga 500 ming qo'shilar ekan. Faqat ariza yozganlarga berilar ekan. Bugun bormasangiz ulgurmay qolasiz degan gaplar odamlarni sarson qiladi. Aslida umumiy indeksatsiya bo'lsa, u ko'p hollarda avtomatik bo'ladi. Ariza faqat shaxsiy ma'lumot, staj hujjat yoki qayta hisoblash masalasi bo'lsa kerak bo'ladi. 6-nozik masala naqd pulda pensiya oladiganlar. Agar siz pensiyani bank kartasida emas, yetkazib berish yoki kassadan olish tartibida olsangiz, to'lov kuni hududingizdagi jadvalga bog'liq bo'ladi. Oshirilgan summa darhol qo'lingizga tegmasligi mumkin, lekin bu sizni ro'yxatdan chiqarib qo'yishdi degani emas. To'lov varaqasini tekshiring. Qaysi oy uchun qancha hisoblanganini so'rang. Imkon bo'lsa yozma ma'lumot oling. 7-masala o'rtacha to'lov xavfi. Ba'zida fuqaro bir hujjatni vaqtida topshirmaydi. Masalan, talabalik ma'lumotnomasi, nogironlik guruhi muddati yoki yashash joyi bo'yicha o'zgarish. Tizim esa ma'lum vaqt to'lovni davom ettirishi mumkin. Keyin tekshiruvda o'rtacha to'lov aniqlansa, fuqarodan qaytarish talab qilinadi. Shuning uchun davlat o'zi biladi deb yurish to'g'ri emas. Siz o'z holatingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, farzand o'qishni tugatgan bo'lsa, nogironlik muddati o'zgargan bo'lsa, doimiy yashash joyi almashgan bo'lsa, buni tegishli organga bildiring. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiyangizning hozirgi miqdorini aniq yozib oling. Taxminan 1 million atrofida deyish yetarli emas. Bank ilovasiga kiring. SMS xabarlarini tekshiring yoki oxirgi to'lov kvitansiyasini ko'ring. Iyul oyida aniq qancha tushganini yozing. Keyin avgustda tushgan summani solishtirasiz. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, harbiy xizmat hujjati, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlar bo'lishi mumkin. Men ayniqsa mehnat daftarchasiga e'tibor beraman. Unda ishga kirgan va chiqqan sanlar aniq yozilganmi? Muhr bormi? Tashkilot nomi tushunarlimi? Tuzatishlar tasdiqlanganmi? Shu narsalar pensiya hisobida katta rol o'ynaydi. 3-qadam. Agar sizda qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, uni uyda saqlab yuravermang. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling yoki davlat xizmatlari markazi orqali so'rang. Arizada pensiyamni qo'shimcha ish staji va taqdim etilayotgan hujjatlar asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Ariza hujjatlar nusxasini ilova qiling, aslini esa taqqoslash uchun olib boring. 4-qadam, rasmiy oshirish bo'yicha ma'lumotni tekshiring. Qaror yoki farmonda foiz, sana va qamrov ko'rsatiladi. Siz quyidagi savollarni berishingiz kerak. Oshirish qaysandan kuchga kiradi? Mening pensiya turimga tatbiq etiladimi? Qayta hisoblash avtomatik bo'ladimi? Farq keyingi oyda beriladimi? Agar tushmasa kimga murojaat qilaman? Bu savollarga og'zaki javob olsangiz ham, imkon bo'lsa murojaat raqamini yoki yozma javobni saqlab qo'ying. 5-qadam, agar avgust to'lovida o'zgarish bo'lmasa, shoshilib janjal qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Avval bankdan tushum ma'lumotini oling. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limidan hisob-kitob varaqasini so'rang. Unda asosiy pensiya, ustamalar, ushlab qolishlar va yakuniy summa ko'rinishi kerak. Agar sizga hammasi to'g'ri deyishsa, lekin sizda asosli e'tiroz bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Og'zaki gap bilan masala yopilmaydi. 6-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p otaxon, onaxonlar telefon ilovasiga kira olmaydi. Ariza yozishda qiynaldi, qaysi hujjat kerakligini bilmaydi. Farzandlar, nabiralar, qo'shnilar, siz ularga yordam bering. Lekin bir narsani unutmang. Pensionerning shaxsiy ma'lumotlari, bank kartasi, PIN kodi va SMS kodi hech kimga berilmasligi kerak. Pensiya oshishi haqidagi xabarlar paytida firibgarlar ham ko'payadi. Pul qo'shib beramiz, kartangiz kodini ayting. Ro'yxatdan o'tkazamiz, SMSni yuboring degan gaplarga ishonmang. Davlat organlari sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. 7-qadam. Ariza yozganda aniq yozing. Masalan, men falonchi yoshga doir pensiya olaman. 1 avgustdan pensiyalar indeksatsiya qilinishi munosabati bilan
mening pensiyam miqdori qayta hisoblangan, hisoblanmaganini tekshirib, hisob kitob natijasini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Agar staj bo'yicha murojaat qilsangiz, ilova qilinayotgan arxiv ma'lumotnomasi asosida ish stajimni pensiya hisobiga qo'shib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Shunday yozilsa, murojaatning mazmuni tushunarli bo'ladi. 8-qadam, muddatlarni kuzating. Murojaat qildingizmi? Qachon topshirganingizni yozib qo'ying. Ariza raqamini oling. Qaysi xodim qabul qilganini, qaysi bo'limga yuborilganini biling. Chunki keyin hujjat yo'q bo'libdi. Ko'rilmagan ekan, qayta topshiring degan holatlar bo'lishi mumkin. Sizda ariza raqami bo'lsa, masalani kuzatish osonlashadi. 9-qadam, agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, hozirdan tayyorlaning. Pensiya faqat pensiyaga chiqqan kuni boshlanadigan ish emas. 6 oy oldin mehnat daftarchangizni, ish haqi ma'lumotlaringizni, arxiv hujjatlaringizni tekshirish kerak. Chunki pensiya tayinlangandan keyin xatoni tuzatish mumkin. Lekin vaqt ketadi. Agar 1 avgustdan indeksatsiya bo'lsa, pensiyaga endi chiqayotgan odam uchun ham boshlang'ich miqdor to'g'ri hisoblanishi juda muhim. 10-qadam, oilaviy budjetni rejalashtiring. Pensiya oshishi yaxshi xabar. Lekin narxlar ham o'zgarib turadi. Qo'shimcha tushgan pulni darhol mayda xarajatlarga sarflab yubormasdan dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, tibbiy ko'rik va qarzlar bo'yicha tartib bilan reja qiling. Men ko'p pensionerlarga shuni aytaman. Oshgan pulning kamida bir qismini kutilmagan xarajat uchun ajratib qo'ying. Chunki yosh o'tgan sari eng katta xavf rejasi tibbiy xarajat bo'ladi. Yana bir muhim masala, agar pensioner boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsa yoki vaqtincha farzandlarnikida yashayotgan bo'lsa, pensiya ishining qayerda yuritilayotganini aniqlash kerak. Yashash joyi o'zgarganda ma'lumotlar yangilanmasa, to'lovda kechikish, xabarlarning yetib bormasligi yoki hujjat chaqiruvlarini o'tkazib yuborish holatlari bo'ladi. Ayniqsa nogironlik, bo'g'uvchisini yo'qotganlik va ijtimoiy nafaqalarda bu masala sezgir. Men yana shuni alohida aytaman. Pensiya oshishi har doim ham odamning real hayotidagi muammoni to'liq hal qilmaydi. Chunki oziq-ovqat, dori, transport, kommunal xizmatlar, kiyim-kechak xarajatlari bor. Lekin indeksatsiya shuning uchun kerakki, pensiyaning xarid qobiliyati keskin tushib ketmasin. Agar narxlar oshsa-yu pensiya o'zgarmasa, pensioner bir xil pulga kamroq mahsulot oladi. Masalan, oldin 1000 so'mga bir oyga yetadigan oziq-ovqat, dori va kommunal xarajat qoplangan bo'lsa, narxlar oshgach shu summa yetmay qoladi. Indeksatsiya mana shu bosimni yumshatish uchun qilinadi. Lekin indeksatsiya foizi narxlarning hammasini birday qoplamasligi mumkin. Chunki har bir oilaning xarajati boshqa-boshqa. Kimdir ko'proq dori oladi, kimdir ijara to'laydi, kimdir yolg'iz yashaydi, kimdir farzandlari bilan yashaydi. Shuning uchun pensiya oshganini baholaganda faqat necha so'm qo'shildi demasdan, mening asosiy xarajatlarimga bu qancha yordam beradi deb qarash kerak. Agar sizda pensiya miqdori bo'yicha shubha bo'lsa, solishtirish uchun qo'shnining pensiyasiga qarab xulosa qilmang. Ikki odam bir xil yoshda bo'lsa ham ularning pensiyasi boshqacha bo'lishi mumkin. Chunki staj, ish haqi, ish joyi, imtiyoz, nogironlik holati, qaramog'idagi shaxslar, mehnat sharoiti va boshqa omillar farq qiladi. Qo'shnimga ko'p tushibdi, menga kam tushibdi degan gap faqat boshlang'ich signal bo'lishi mumkin, lekin huquqiy dalil emas. Siz o'z hisob kitobingizni talab qilishingiz kerak. Demak, 1 avgustdan pensiya yana oshirilishi va 2-indeksatsiya bo'yicha eng muhim xulosa shuki, lekin ko'r-ko'rona kutib o'tirmaslik kerak. Pensiya oshishi umumiy tartibda bo'lsa, ko'pchilikka avtomatiga qo'llanadi. Ammo staj, hujjat, ushlab qolish, nogironlik muddati, talabalik ma'lumotnomasi, yashash joyi va pensiya turi bo'yicha nozik masalalar bo'lsa, fuqaroning o'zi ham harakat qilishi shart. Men sizga tavsiya qiladigan eng oddiy 3 ish. Hozirgi pensiya summangizni yozib oling, hujjatlaringizni tekshiring, avgust to'lovidan keyin hisob kitobni solishtiring. Agar farq tushmasa yoki tushgan summa tushunarsiz bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma murojaat qiling va hisob kitob varaqasini so'rang. Sizningcha pensiyalarni yiliga bir marta emas, narxlar oshishiga qarab tez-tez indeksatsiya qilish kerakmi? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, stataj, arxiv hujjatlari va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.